Çiçi degan mush inim to'g'riliq nurg'ulg'an zo'pinglar ishlanib ketibdi. Nurg'ullarni aytaqagan bo'ldinglar. Nurg'ullarni ayrimxonda ma'lum ayni vaqtda siz zo'ping ishlab yuritdingiz bu bolalarga. Endi tashpaqaday beshingizni ichingizga tiqib ham turamsiz. Ikkingiz gap qilmamsiz deganlarim bor. Birinchidan bu bolalar to'y qilgan vaqtida to'yga meni chaqirmabdi ekan. Men ham bormagan, chunki chaqirmagan yerga berishning o'rni yo'q. Ikkinchidan men shu bolalarga zo'ping ishlagan vaqtim ma'lum bir shirkatning mashinasida shu ikkilarning qo'liga yetkazib berish uchun uyiga borgan vaqtimda men bu bolalarni ko'rgan. Nihoyat ta'sirlangan. Chunki sapsaq bir bola shunday bir taqdirda singlim bilan to'y qilibdi, cho'qim eg'irini ko'tardi deb o'ylagan. Endi qaysi kunsa bu shu kimiz zo'ping chiqiribdi, hammanglar ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Endi mush inimga deytqinim, ukam bir kishi bir ayol kishini olgandan keyin uningki eg'irinima, yenikinima chaqlab turib otqa gap. Mayli kishi olsun, ayol kishi olsun, birisi-birisininki eg'irini ko'tarib, birisi-birisininki xushalliqiga tang bahramon bo'lgan vaqtida mush uy buti. Ham bir uyning ichida ancha-muncha taroq-turuq, guvohsizliklar bulab qoldi deb o'ylayman. Endi ikkilaningki turmushiga men hech qanday baho berish salohiyatim yo'q. Chunki men bir sirtki odam. Uyni sili tutuqliq. Bir kunlik xotinning 100 kunlik mehri bor deydi. Balkim Nurimangulmi shu topda nihoyatda ko'ngli yerim bo'lgan bo'lishi mumkin. Nurimangulningmi sizdan ayrilib qolg'isi yo'q bo'lishi mumkin. Endi sizningmi balkim qolgan ko'nglingizga ayonti. Shu Nurimanguldan qayta uy tutib qolgangiz, chiroyli uyni uy qilib mang'oz bo'lishi mumkin. Bo'lsa yana birisi boshqa sirtdagi menga o'xshash shu bolalarga baho berayotgan do'stlarimizdanki bu to'g'riliq zo'ping bir narsa chiqarmasligini chin qalbimda umid qilibman. Endi men bular urug' tuqqan bir narsa emas, boy dedim to'yg'im chaqirmabdi ekan deb. Lekin mush ikkilaningki nuqta turib o'ylasanglar, balkim Nurimangul umrining oxirigacha to'y qilmasligi mumkin. Endi bir insonga ota-onasi boqvandi bo'lmaydi. Balkim aksi medyasga mushlab turib singlimning holidan men xabarmi deyishi mumkin. Uningmi o'zining turmushi bor. Mencha ikkilan amal va yaxshi bo'lib qilib qolsa degan umidim bilan biz to'xtamaymiz to'g'riliq zo'ping bu bir narsani chiqaraversak, balkim u ikkilan cho'qim ayilib ketishi mumkin. Cho'qim ajrashib ketishi mumkin. Shunga bu to'g'riliq zo'ping bir narsani chiqarmagan bo'lsanglar, men ayolimni haqiqatan yaxshi ko'rdim. Men qo'limdan kelishicha burunqidan yaxshi holdan xabar ola olmayman desang, chiroyli hurmatini qilib ayolingni akilib olgan ukam. Qolganiga yana bir desam to'rlashlar. Bo'lsa bu to'g'riliq zo'ping bir narsa chiqarmagan bo'lsanglar, 2 yosh Nurimangulning shu, balkim Nurimangul bundan keyin to'y qilolmasligi mumkin. Endi oldin xabar atgan shunday bir odamning bo'lishimi bek muhim. Bo'lsa bu to'g'riliq zo'ping ishlayvermagan bo'lsanglar, rahmat.